Qaniydi bundan oldin o'lib ketgan bo'lsam, qaniydi yo'q bo'lib unutilib ketsam. Ey Maryam, albatta sen juda iflos ish qilding. Hoy Horunning singlisi, otang bunday nopoklik qilmasdi. Onang ham pok ayol edi. Sof, begunoh ayolni olomon tuhmat toshlari bilan o'rab olishdi. Maryam alayhissalom o'zini oqlay olmaydi deb turishganida umuman kutilmagan bir insondan ovoz chiqdi. Uning so'zlari barcha shubhani yo'qotdi. Albatta men Allohning quliman. U menga kitobni berdi va payg'ambar qildi. Ha, gapirgan Maryamning chaqalog'i Iso alayhissalom edilar. U hali beshikda edi. Ushbu mo'jizaning sababi u bir kuni ibodatxonada yolg'iz o'tirganida bo'ldi. Jabroil unga keltirgan xabar butun insoniyat tarixini o'zgartirib yubordi. Alloh uni tanlab boshqa yo'llardan ustun qiladi. Bu Maryam alayhissalomning qissalari. Ushbu videolar ishonchli islom manbalaridan olingan yuzlab ma'lumotlarga asoslanadi. Barcha sun'iy intellekt vizual materiallari malakali islom olimlari bilan hamrohlikda tayyorlandi va islom ko'rsatmalariga rioya qilindi. Endi esa tayyor bo'lsangiz, avvalgi Quddus shahri ko'chalariga safar qilamiz. Bu ko'chalardan ko'p payg'ambarlar yurgan. Biz Maryamning onasi Xanna ismli ajoyib ayol bilan tanishamiz. Xanna doim ibodatda bo'lib, doim Robbisini zikr qilardi. Uning turmush o'rtog'i Imron hurmatli kishi bo'lib, ishonchliligi, halolligi va chuqur ilmi bilan tanilgan. Xanna va Imron Quddusning markazida joylashgan oddiy va tinch xonadonda yashashgan. Ammo mana shu uyda kundan kunga bir bo'shliq kattayib borardi. Yoqimli tabassum, butun uyni boshiga ko'taradigan shovqin, chaqaloq ovozi. Ha, Xanna ona bo'lish baxtidan mahrum edi. Qalbida faqat bir duo bor edi. Farzand ko'rishni xohlardi. Bu uning yillar davomida his qilgan sog'inchi edi.